Qaranglar, farzandinglar uchun soyabonni prям ideali keldi. Yomg'irda ishlatadi-yu. Mana usti ho'l bo'ladi, ko'pchilik uyda yoyib qo'ya olmaydi qurish uchun. Shundoq shturishni yig'asiz-da, suvini o'zi pastga to'kadi-da, mana bu yerda probkasi bor. Shundoq probkasini yechsangiz, mana yechiladi, suvi xuddi shu joydan to'kilib ketadi. Soyabonni quritib o'tirish shart emas. Bu faqat yosh bolalar uchun detskiy soyabonlarimizda o'rtoqlar. Narxi atiga 50 ming so'm. Qarang, 3 xil rasvetkasi bor. Rozovisi bor, ko'ki bor va limon rangi bor. Salatoviy desa ham bo'ladi. Yarki rasvetkada ishlangan. Bemalol ochib turib ishlatishiga ham juda ham qulay. И farzandingizga bitta narsa o'rgatib qo'ysangiz bo'ladi. Yo'qolib qoladigan bo'lsa, ismini aytayotgan paytingiz qushcha chalsa, topishingizga osonroq bo'ladi. Sifati juda ham zo'r o'rtoqlar. Agarda bu narsani eplolmasa, xuddi shu joy probkasini yechib turib, buni olib tashlab turib ham bersangiz bo'ladi. Keyin men sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan bitta soyabonimiz ham bor. Yosh bolalarning sevimli qahramoni, o'zimiz ham yoshligimizda ko'rib katta bo'lganimizda Peter Parker, ya'ni Spider-Manni soyabonlari ham yetib kelgan o'rtoqlar. Detskiy soyabonlarimiz juda ham ko'p. Xo'p, o'g'il bolalar uchun, qiz bolalar uchun xohlasangiz xuddi shuni prozrachniy variantlarida ham bor. Katta assortimentimizda kelgan soyabon o'ziga kelib turib, как раз kuzda bolalarning kayfiyatiga qarab turib, har xil multfilm qahramonlarini olib bersangiz bo'ladi. Siz bularni ko'rish uchun pastda Telegram kanalini zakrip etib qo'yamiz. Bemalol o'tib obuna bo'lsangiz, hammasini rasmlari tashlangan, ko'rib bemalol zakaz qilib. Hammasi teksiga 50 ming so'mdan.